بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Tafsir Jalalayn dersimizni davomlashtirib o'qiymiz. Bugun Sura Baqaraninki 77 oyatiga keldik. Alloh taolo 76-oyatda Yahudiylarning munofiqlarining ahvolini bayon qilgan bo'ldi. Va idza laqul amanu qalu amanna degan shu Yahudiylarning ichidagi munofiqlari iymon etganlarga uchrab qolsa, biz sizlarga o'xshash mu'min bo'ldik deydi. Agar ularning ba'zisiga ba'zisini xoli bir joyda bo'lib qolsa, ular munofiq ularning ichidagi raislari, munofiq bo'lgan raislari munofiqlarga uchrab qolsa, ular sizlarni shu mu'minlarga bizning kitobimizdagi shu Alloh taolasi bildirgan Muhammad alayhisolamning sifat to'g'riliq bildirgan narsalarni ularga, ya'ni mu'minlarga so'zlab berdinglarmi? Bunday qilib qolsanglar, qiyomat kuni ular sizlar bilib turib mana iymon etmagan emasmi deb Rabbinglarning dargohida sizlar hujjat keltirib oldi, sizlar buni tushunmamsizlar degan mazmun degan oyatni o'qib o'tgan tuqadi. 77 oyatda Alloh taolo deydi: "Estaizu billah. Avvala ya'lamuna annalloha ya'lamu ma yusirruna va ma yu'linun." Yahudiylar o'zlarining, ya'ni avvala ya'lamunadagi ko'plik olmosh Yahudiylar qaytadi. Ya'ni Yahudiylar o'zlarining yo'shirun va oshkora ishlarini Allohning bilib turganligini uqmamdi. Ya'ni avvala ya'lamun degan bu istifhom, ya'ni ular bilmamdi degan bu istifhom tariqasidagi bu so'z qiruv uchun kelgan. Ya'ni ular bilmaydi demoqchi. Vel vavu ad-daxilu alayha lil atfi. Ana valadiki avvaladiki vav o etpi buluş için kirgen vavdo deydi. Yine afatet mauna degan 75. oyatdagi afatet maunaga et bo'ldi ekan. Yine ularninki iymon etishini tamom qilamsizlar deb kelib, miyada ular Alloh taoloninki oshkora uyushtirgan hamma ishlarni bilib turganligini bilmamdi. Shuni ular uqmamdi demoqchimdi. Ennalloha ya'lamu ma yusirruna va ma yu'linun. Yine ularninki maxfiy qilgan va oshkor qilgan ishlarini min zalika va g'ayrihi degan shu Muhammad alayhisolamning sifatini, Tavratga kelgan sifatini yushirganlik va ularninki bir-biriga xoli bo'lgan chaqda o'zlariga deyishgan gaplar qatorliqlarning hammasini Alloh taoloning o'shini bilib turganligini ular bilmamdi demoqchi ekan. Fayara'u an zalika. Fayara'u degan ular ashunda qilishdan qaytmamdi. Yara'avi degan fe'ldan chiqqan so'z ekan bu. Yarja'u degan ma'noda. Va minhum ularning ichidan, ya'ni yahudiylarning ichidan ummiyun la ya'lamunal kitob. Kitob o'qishni bilmaydigan, kitob xat yozishni bilmaydigan avam, ya'ni savodsizlar bor deydi. Ya'ni Tavratni bilmaydigan savodsizlar bor. Yani kitapta murad Tavrat ekan. İlla amani. Faqatla ular quruq yolg'on yovdaq so'zlarga ishinidu, shuni ergishidu. Amaniya degan akadiba talaqqawha min ru'asaihim fa'tamaduha. Ular o'zlarininki shu boshliqlaridan o'rgangan shu yolg'on yovdaqlarga esilidu va unga tayindu. Va in hum illa yazunnun. Ular faqatla gumon qiladi. Yani ularning tarafida haqiqiy ilm yo'q. İlm işareti ma degan ma'noda, ya'ni nafiy demek şimdi. Ular ya'ni Payg'ambar alayhisolamninki payg'ambarligini inkor qilishda va undan boshqa o'zlari to'qib chiqqan shu yolg'on yovdiq gaplarning hammasida
Ular faqat gumon bilan ergishadi demoqchi. Zannan va la ilma lahum. Ularning tarafida haqiqiy islohiy ma'nodagi ilm degan narsa yo'q. Ya'ni jazmlik ilm yo'q demoqchi bu vaqtda. Ana shu yahudiylarning ichidagi savodsizlar qartatayotgan gap tam hozir ham. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Endi qo'llari bilan kitobni o'z qo'llari bilan yezib, uni oz pulga setish uchun bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan degichilarga voy. Qo'li bilan yozganlari, ya'ni Tavratni o'zgartganliklari uchun ularga voy. Bunun bilan erishgan harom narsalar uchun ularning holi voy degan. Ya'ni fawaylun degan vaylun shiddatu azabin. Ularga qattiq azobning kelganligi uchun ularning holiga voy demoqchi ekan. Lillazina yaktubuna kitaba bi aydihim. Qo'llari bilan kitobni yozganlar uchun. Yine muhtalaqın min indihim. Özleri tarafından uydurup qo'llaridan kitobni yezib chiqqanlar. Yezib chiqib, ondan buni o'zining qo'lidan yezib chiqqan ashnasini Allohning tarafidan nozil bo'lgan deb Alloh taologa iftiro qilgan ashu insonlar uchun. Nima uchun ashla qildi desa, bularning bunday qilishga maqsadi uning bilan uni ozgina bir pulga setish uchun. Dunyoning manfaatidan iborat ozgina pulga setish uchun deydi. Ular bo'lsa Yahudilar bo'lib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamninki Tavratga kelgan sunnatini o'zgartirdi. Va rajm oyatini, ya'ni zina qilganlarni chanim kesak qilish to'g'risidagi oyatni va undan boshqa oyatlarni o'zgartirdi ular. Va u oyatlarni Alloh taolo tomonidan qilinganning xilofi bo'yicha deydi. Fawaylul lahum mimma katabat aydihim. Ularning qo'llari yozgan shu narsalarga voy. Qo'llari yozgan o'zlari tomonidan o'ydirib chiqarilgan shu narsalarga qarata voy demoqchi ekan. Va vaylul lahum mimma yaksibun. Shu qo'llari o'zlari yezib chiqib, asharqilib ular erishgan shu harom mollarga qarata ularning holi voy demoqchi. Minar rusha. Yine par harom mollar demoqchi ekan. Xo'sh, keyingi oyat Alloh taolo deydi: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Ular bizni faqat bir qancha sanoqli kunlarla do'zax o'ti kuydirdi deyishdi. Bizni do'zax o'ti sanoqli kunlarla kuydirdi deydi. Ularga sizlarga Alloh shunday qilishga va'da berganmi? Va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Yoki o'zinglar bilmaydiganni Alloh nomidan da'vatamsizlar degan. Yine Peygamber Aleyhisselam ularni do'zax azobidan ogohlantirib shu do'zaxni va'da qilgan chaqda ular lan tamassana, yine lan tusibana degan gapken. Yetmaydi bizga o't, do'zaxning o'ti faqatla sanoqli kunlar yetadi deyishdi. Qalilatin arba'in. Nihayat ozgina 40 kun yetadi deyishdi demoqchi ekan. Muddata ibadati abaihim al-ajla. Ularning ota-bobolarininki mo'zaviy ibodat qilgan muddatining soni bo'yicha shu 40 kunlar yetadi deyishdi. Ondan bu yo'qolib ketadi. Do'zaxning o'ti bizni yo'qolib ketadi deyishgan ekan. Aytqanki ularga Muhammad alayhisalom attaxaltum indallohi ahda. Sizlar Allohning tarafidan shuna bir ahdini qildinglarmi? Attaxaltumdagi hamzasi hazb qilinib ketgan deydi. İstignaen bi hamzatil istifham. İstifhamning hamzasi bilan behojat bo'lgan holatda. Yani aslida attahazuni adin keyin bir oshada ilib bordi demoqchi. U ittahaza yattahidu degan fe'lninki hamzasi. Hozirgi ma attahazunki hamza u istifhamning hamzasi demoqchi bo'ladi. Istifham hamzasi kelgachga ittahaza fe'lning o'zininki hamzasi ilib hazb qilinib ketgan deydi. Şu agar o'zining hamisi bo'lgan bo'lsa, qo'lit taxiztum deb o'qildi-da bu yerda. Bu yerda o'zininki hamisi emas,
hamma hazib qilib ketib, istifhomning hammasi qilib qolmoqqa shunga ulab o'qisak bo'lmaydi. Qul attakhaztum deb o'qiymiz. Indallohi ahda mithaqan minhu bidalika. Alloh taolaning dargohida bir ahd, ya'ni misaqni qilganliginglar ashundaq bo'lganligiga. Ya'ni bizni 40 kun ma'lum sanoqli kunlarla bizni do'zaxga o'tkazdiruniki yo'qib ketadi degan shu gapinglar qarta bir Alloh taolaning tarafida Alloh taolaning dargohida bir ahd misaq qilish qilmadinglar. Agar shundaq bo'lgan ish bo'lsa, falay yuxlifallohu ahda. Alloh taolo hargizmi o'zining ahdisiga xilof qilmaydi. Am taquluna alallohi ma la ta'lamun. Yoki am degan şey bel ma'nosida deydi. Balki sizlar unda Alloh taoladan uning dargohida unda ahd qilishga ishinglar mumkin emas, yo'q. Balki sizlar Alloh taologa o'zingni bilmaydigan narsani aytyapsizlar. Allohning nomidan o'zingni bilmaydigan narsani deyapsizlar. Yani muş ayettin nimeni bilip olmayız ise şer'i ilimlerde bu Allah Teala'nın namıdan Allah'ın Resulü'nün namıdan söz edilen iş olan için şu şer'i ilimlerde petva bir işleri de kargılayıcı yapısı bombayırgalıqı. Şokun bunun da muşunun kata yeterlik bir ilim bombasa bombayırgalıqı yani ibaret bir hakikatini düşünüp yetemizden bunu. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلكي إن تمسوكم وتخلدون فيها. Sizlerge ot yetidu ve sizler şu otta menkler. Kimiki bir yaman ishni qilsa, bu yerga sayyiatandan murod shirk debdi. Yani Alloh taolo shirk keltirishdan iborat shu ishni qilib qolsa, va ahatat bihi xati'atuhu. Va uni xatoliklari har tarafdan qo'rishigan bo'lsa, shular do'zax egilurdir, ular do'zaxda mangu qolg'uchilardir. Xati'atuhu degan ifrat bilan va jami' bilan o'qildi debdi. Yani xati'atuhu demda o'qildi demoqchi. Köpükten okulgan karatın bağı demiş ekin. Ey istevlet aleyhi ve ahdakat bihi min kulle canibin bi en mâte müşriken. Hatalıkı onu igelli bağın bolsa ve onu her taraftan koruşugan bolsa, yani müşrik halette ülüp ketişi arkalık müşna bo'lgan bo'lsa, ashlar do'zax egilurdir. Do'zaxda mangu qolishlardir ular. Ru'iya fihi ma'na man. Ayda man kasaba deb boshda man kasaba deb birlik holat kelgan edi. Birlik holat kelganki manning lafziga rioya qilingan tabi. Manning lafzi bo'yicha birlik keltirgan, ammo oyga keliblar fa ulayka ashabunlar deb ko'plikka o'tib ketdi. Bu yerda manning ma'nisiga rioya qilindi. Manning ma'nisi bo'yicha shuni ko'plik holatga keltirildi demoqchi. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Endi iman etganlar va shu imonning taqozosi bo'yicha yaxshi amallarni qilganlar, shular jannat egilaridir. Ular jannatda mangu qolishlardir. Ular ahli jannatdir, ular jannatda mangu qoladi. Yani. Allah Teala bizlarni shu jannat ahlidan qilib olsin. Amin. Keyingi oyatda Alloh taolo deydi: "Va iz akhadna mithaqa bani Isroila la ta'buduna illalloh va bil validayni ihsana." Yani asligini Muhammed Aleyhisselam şu bir vaqtniki oldik biz Bani İsrail'den ahd misaqni. Yani Tevrat'ta şunda bir ahd aldık ki dedik ularga. Yumuşadı kulna degan söz bor demişimdi. La ta'buduna illalloh. Allah'tan başqa ibadet qilmaysizlar. La ta'budun, la ya'budun deb ikki xil o'qildi deydi. Bu nahiy ma'nosi kelgan xabardir. Yani la ta'buduna degan bu xabar ma'nosi kelgan bo'lsa-mu, bu nahiy ma'nosi chiqadi. Yani Allah'tan başqa ibadet qilmanglar degan mana bir to'sish
ma'nosi bor deb şimdi nahiy ma'nosi. Şunlaşqa la ta'budu deb o'qilganmi qiraat bor debdi. Va bil validayni ihsana degan, ya'ni ahsinu degan o'sha mahsub. Ya'ni ota-onanglarga yaxshilik qilinglar, shuna bir yaxshilik qilmoqligi kerak. İhsanın degan birran degan ma'noda deydi. Birrul validayn degan shu. Va dil qurba va yaqin tuqqanlarga, kishi aqribalarga demoqchi. Yani dil qurba degan dil qaroba. Bu el validinga atbidir deydi. Vel yetama vel mesakin ve qulu lin nasi husna. Yetimlarga va miskinlarga yaxshilik qilinglar. Va kishilarga yaxshi so'zni aytinglar. Yine hasanan ve qulu lin nasi husna. As Qur'onda yine husna deb barmiz. Biz husna deb o'qib kelgan. Bu yerda hasana deb o'qilgan qira'at bor ekan. Hasana deb o'qilgan chog'da qavlan hasanan degan bo'ladi. Aşağıda kavlen degan mahsub demek şimdi. Hasanan bu çağda sıfatul müşebbehe. Bu yaxshi so'z nima desa, yaxshi ishlarga buyurish, munkar ishlardan to'sish va Muhammad alayhisolamning sha'ni haqida rost gap qilishdan iborat. Mushta yaxshi so'zni qilinglar deb buyurgan edik. İşte ahd misoq olgan edik demoqchi. Va rifqi bihim va ularga kishilarga yumshoq bo'lish, ya'ni muloyim bo'lish. Va fi qiro'a bi dammil ha'i va sukun sin. Yana bir qiroatda Ha'nı zemmelik sinni sukunluq mudavama o'qilgan. Husna deb o'qilgan demoqchi. Husna, hasana deb ikki xil o'qilgan qiroat bor. Ya'ni husna deb o'qilgan chog'da bu masdar bo'lib, mubolig' uchun shu masdardan sifatlangan bo'ladi deydi. Ya'ni husna bo'lsa yaxshilik degandan bu chog'da yaxshilik hasana deb kelsa o'zi sifat bo'lgan ekan bu. Hem aşağıda kavlen degan bir söz mahsubda aşına süpti edipla müdahalemiz emni. Geri husna dese bu söz güzel söz oluş bilen birge bu aşının özü şunda bir güzel olup ketken diyen ma'no demişti. Bir yerde o mesler olup gelse bunun güzelliğini tehimi mübalağ alette ma'no çıkıdı demişti. Husna deb gelse tehimi aşırı müspet olup geldi. Ve akimu salate ve atu zeka ve namazını ada kılınlar. Akimu yani namazını bütün ta'dil arkanlarıyla ada kılınlar demiştim. Ve atu zekate zakatını verinler. Dep işte ahd misak algan edik. Sizler aş ahd misakını kabul kıldınlar. Hümme tevelleytum. Ondan sizler o ahdini berip olgandan keyin yine oldinglar. A'rabtum anil vefa'i bih. Aşınga vefa qilishdan yüz o'rdinglar. İlla qalilan minkum ve entum mu'ridun. Azgını sizlarning shunlardan, azgını bir qisminglardan boshqalari ashundan yuz o'rib keyninglarga yeb oldinglar. Sizlarmi yuz o'ribchi dursizlar. Yine annahu ki abaikum debdi. İlgirki ota-bobolaringlar o'xshash, sizlarmi yuz o'ribchi dursizlar deydi. Yani sizlar hamisha ahdinglardan yenib olasizlar degan bo'lgan. Yani Yahudilarningki sukutimi shunaqa, ahdisi yenib oladi. Meğer ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ degan a'raztum anil vefa'i bih dedi. Bunun da üçüncü şahsdan iltifat qilish var, burilish var deydi. Beşida üçüncü şahsda so'zlab keldim, men de tavallaytum deb ikkinchi shaxsga o'tgandan keyin üçüncü şahsdan ikkinchi shaxsga mana o'tganlik ma'nosi bor deydi. Bu yerda murod bularning oti bo'ladi. Tavallaytumniki murod ularning oti bo'lurdir dedi. الله تعالى بين منفعة كلمة قسم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.